maslahat kengashining navbatdagi yig'ilishida jam bo'lib turibmiz. Ushbu yig'ilishning asosiy maqsadi Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati tizim tashkilotlarida murojaatlar bilan ishlash. Hozir hammamizning xabarimiz bor, hurmatli prezidentimiz murojaatlarga qattiq e'tibor beryaptilar. Nimagaki, har bitta murojaatni orqasida xalq bilan muloqotning eng muhim ko'rinishlaridan biri yotadi. Har bir murojaat ortida inson taqdiri, uning muammosi va umidi mujassam. Shu bois bugungi muhokamalarimiz konstruktiv, ochiq va samarali bo'lishiga ishonaman. Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan ham qonun doirasida har bitta murojaat atroflicha o'rganib chiqiladi, kerak bo'lsa joyiga chiqib o'rganib chiqiladi. Shu bo'yicha qisqacha ma'lumot bersam, keyin savol-javoblarga o'tamiz. Ya'ni 2026-yilda birinchi choragimizda bizda tizim tashkilotlar bilan birga 121 ta murojaat, yozma murojaat ko'rib chiqildi. Murojaatda belgilangan muddati, ya'ni 15 kun ichida biz to'liq javob berishimiz kerak yoki bir oraliq xat qilib oxirigacha yetishimiz kerak. Shunga даже bizning xodimlar ko'pi murojaat qilib iltimos qabul qilinglar, bizning murojaatimizni oxirigacha yetkazib berasizlar deb. Shu moliyaviy tusdagi xodimlar tomonidan ham murojaatlar kelib tushadi.